Bu videoda Edit, Fayozov, Javohir 18uz hamda Avogadro parkurda kurash olib borishadi. Sovrin miqdori esa 50.000 UC. Streamerlarimiz bu qiyin parkurning eng qiyin joylaridan o'tisha olaydimi? Videoda bir super quti taklifi bor va bu taklifni qaysi streamer qabul qilar ekan? Birinchi o'rinda ketayotgan streamerimiz bitta kichkina xatoni deb oxirgi o'ringa tushib qolishi mumkinmi? Va qaysi streamerimiz hamma qiyinchiliklarni osonlikcha yengib o'tib oxirigacha yetib bora oldi? Mana shularni hammasini video davomida guvohiga aylanasiz. Stop. Qaytinglar. Tez qaytinglar. Bitta chizoqda turinglar. Gül na qahva istar, na qahvaxona, ko'ngil oshiq istar, qahva bahona. Ha, men DS degani o'ldirib olar ekan o'zini. Ha. Shustri bo'lish kerak, bala. Shustri bo'lish kerak. Farosat ishlash kerak. Avogadro mashinada chiqmoqchi, noma. Bo'ldi, bir chiziqda turamiz. Tayyormisizlar? Tayyor bo'lsanglar 3 ga sanab boshlayman. Qizig'i yo'q ekan-ku. Tayyor bo'lsanglar 3 ga sanab boshlayman. 1, 2, 3 boshlandi. Let's go. Bitta minus. Men o'lmadim. Hali men o'lganim yo'q. Ondan siz qaytganlar. Men o'lmadim. Ketdi. Voy, ketdim. Ha, bunday o'ldirib olish. Давай, jigarlar. Voy, temeli unaqa narsalarga. Ur, Fayozib tur. Ur. Ochi! G'irromlik mumkin emas. G'irromlik qilinglar, aeroplanga ketishyapti. Qanaqa g'irromlik? Jigar meni ham olib keting, jigar. Voy, o'ldi bu. Yo'li yiqilib tushdi. Chalmaydi baribir. Chalmaydi. Videoda Subani o'rniga Javohir uzni ko'rib, sizlar ham hayron bo'lgandirsizlar. Subani shaxsiy sabablariga ko'ra zapisda qatnasha olmasligini e'lon qildi. Shuning uchun unga alohida yana kontent tayyorlaymiz. Faqat hozircha uning o'rniga Javohir 18uz qo'shiladi va boshqalar bilan bir xilda ochkoda ketish uchun unga ham 10 ball berdik. Undan ko'ra to'g'ri yurgan odam yutadi. Voy, u men nima bu? Ahvol nima bu? Jigarlar yuguringlar. Voy, u men nima bu? Ahvol nima bu? Voy, Gres! Eng qiyiniga keldim men. Bu bo'lmaydi bu be. O'lim qilgandan keyin shunaqa ekanda. Bu. Nimaga pastga tushib ketyapman? Bo'lmasa kammi, karochim. Nima gap? Turish chiqadi. Nima bo'lyapti? Kirgizing. Maslahat berardim. Rostdan bor, kelyapti. Qolganlar yetib kelyapti. Undan ko'ra tezroq borishni maslahat berardim. Rostdan bor, kelyapti. Tezroq ketishni maslahat berardim. Qolganlarga ham imkoniyat beryapsan. Yaxshi. 50 metr oldu mashina. Ana Fayozovlar ham yetib keldi orqalardan. Voy, nega? Voy, tuppoy, nega sakradi bu? Hayır. Avogadro hammadan o'tib ketishini kutmagandik, lekin. Addushga meni podeshga qilganlar. Jonli sog' bo'lsin. Bilan, Javohir, yuti bilan itarverdi meni, Jallo. To'ylar muborak. Chiqib ketyapman. Qo'yib qolamiz, boros. Yaxshi. Oxirgisi. Yaxshi. Nima qilay, ultra 42 minut shunda tualetga chiqib kelaymi? Bosing, dalish ketaver. Parkurga rosa 10 minut bo'lganida birinchi o'rinda ketayotgan odamga bitta surprizimiz bor. Orqaga tashlab yuboramiz demadingizda? Shuning uchun Dakansa oldiga ketish kerak, Dakansa. 10 ga sakrashimiz kerak, 10 ga. Yo'q, sakramay, 10 ga. Tekrar sakraymiz. Bular voy, men ustinglardan yiqilib ustinglarga tushiraman hozir, tezlashinglar. Liba meni ushab qolinglar. Jallo. Yozib qoldilar. Voy, tuz ordingizmi? Nimani turibsizlar? Zir. Yozib keldi o'sha. Ocha, Javohir. Ichqorani qaranglar.
beqaralik qilish kerak emas, o'g'lim. Alton, Sen bize kelgan. O temadimda orqadan kelib tushib ketyapti o'zi bor. Bolalar kelasizlarmi bugun? Yo'ldan jigarlar katta tashlab qo'ying. Bo'ldi. Bir minut. Mana. Hop, salomat. Ashpay pastdagi checkpointga tushib qolsa bormi? Niyatingiz to'g'ri qiling aka. Iya, mushuk bo'lsin. Hamma bilan teng boshlaydi. Avagadur qatta o'zi. Niyat xolos kuchiga. Avagadur ko'rinmayapti kartada. Tepelada yuribdi. Turturing, elat string shunaqa. Tepaga qarab, tepalarga qarab turing. Yo, hech qachon. Qachon 9 ochkocha o'ynayman. Bela tushib ketganimmi? Yana ham Молодец, elat, молодец. За что bunaqa tushadi bu? Ketavering. Voy, nima qilganimni ko'rganingizni sizdan so'kariz meni. Bayozib qani qizig'i ko'rinmayapti ya. Voy bu. Hali mana o'tolmabdi bu. Mana, qaranglar mana. To'g'ri yo'q. Yuryapman. Ha, bo'ldi, va nihoyat. Fayozovga imkoniyat beraylik, paraplan uchib chiqsin Fayozov. Qani 10 minut tugadimi? Bo'ldi 10 minut. Men birda ketyapman. Tepangizda odam bor. Birda ketyapti, okey. Birda ketyapmanmi? Ye, avagadur. Bir kurib o'tib ketgan avagadur. Tushib ketay, avagadur tushib. Tushib ketsam ham farqi yo'q, jigar. Addi siz uchun bitta yiqilib beraman, xohlasiz. Jigar qanisiz? Qanisiz? Elit mana mana. Voy, qanaqa berdingiz menga shunday ham bor. Avagadur fora beryapti o'sha. Parkurimiz boshlanganiga roppa-rosa 10 minut bo'ldi va birinchi ketayotgan odamga bizda bitta taklif bor. Ya'ni Avogadroga super quti taklifini qilaman. Bu super qutini ichida iPhone 7 Pro Max ham bo'lishi mumkin, BMW ham bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa oddiy sarimsoq piyoz ham bo'lishi mumkin. Sirli quti, ya'ni nima borligini hech kim bilmaydi. Lekin siz bu qutini tanlash uchun 5 ochkodan voz kechishingiz kerak. Oddiy ball xolosmi? Ha, turnirdagi 10 ballingiz bo'lsa 5 ball qoladi masalan. Хорошо, men roziman. Hozir parkurda men yutadigan bo'lsam, to'g'rimi? Balim joyda bo'ladi-ku. 12 ball olasiz yana qo'shimcha. Lekin masalan 59 ball olsa baribir sizdan 2 ball o'tib ketadi. Давай, oling, sirli. Voy. BMW, jigar, BMW, adushi. Lekin bu qutini ichida prosta arzimaydigan narsa ham bo'lishi mumkin jigarim. Shuni esingizdan chiqarmang. Tavakkal qilishimga arziydimi yo'qmi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar, men ungacha o'ylab turaman. Bir ikkita checkpoint to'ling, bolalar yetolmasin. Lekin sizga o'ylashga bor yo'g'i 5 sekund vaqt qoldi. 5. Yana bo'lam shunaqa imkoniyat, yana bo'lam shunaqa. Yo'q, boshqa odamga o'tib ketadi. Bo'ldi, olaman. Qat'iy qaror, o'zgartirmaysiz. Qat'iy qaror 100 talik aka. Demak, siz bu sirli qutini tanladingiz 5 ochkoni evaziga. Albatta. Demak, bu sirli qutimizda nima bordi? Hozir biz sizlar bilan birgalikda bu qutini ochib ko'ramiz. Tayyormisizlar? Bu sirli qutimizdagi sovg'a shundan iborat ediki, bizni mana shu videoyimizga bitta Porsche mashinasi qo'yilgan edi, do'stlar. Yo'q! 5-dekabr kuni PUBG Mobile Porsche bilan birga hamkorlikni boshlaydi. Aynan Porsche bitta mashinasini Durnoy Gaming tomonidan bitta Porsche'ga sponsorlik qilindi. Durnoy bratimizga mana shu sponsorlik uchun kattakon rahmat aytamiz. Durnoy brat, jannatim akam, har doim yonimda akam addishi. Sizning nomingizni obunachilarga beramiz Porsche. Avogadroga tashlaymiz. Durnoy Gamingga bu sponsorlik uchun kattakon rahmat aytamiz. Ularning ham kanallari kanalimizning shapkasida bo'ladi. O'tib obuna bo'lib qo'ysanglar. Addishi akam jonim uchun podpiska. Har bitta streamda, har bitta videoda u kanalda ham sovg'alar o'ynaladi, do'stlar. Nega ikkinchi o'ringa yo'q? Faqat birinchi o'rin. Oxirgi o'ringa Ayozib nimaga jim hali ham? Ayozib Porsche yutqizding, Porsche. Yuvu dushmanim. Alam qilsin, ko'ting kuysin. Voy, yiqilishmasa bo'ldi shu ketishda. Porsche oldingiz-u yiqilsangiz ham bo'laveradi, jigar. Oba. Yoshi bitta urinishda. Qora o'yinlar like bosish kerak mashinlarga. Bitta urinishda. Hop. Voy, chiqib ketdim. O'rtalaringga maqtanishim kerak. Hammasida katta mashina. kim yaratgan shuni? Kim chiqargan shu kartani? Et moi, j'écris le temps qui passe. Nima? Fayozovga olganmi? Qanday Fayozov? Bela pastda yuribmanman hozir. Hop, mana Yo, elit yetib oldi. Abetdan keyin yetib oladi. Yo, yetib oldi aka.
Shuning uchun gapirmasdan o'ynash kerak. Elit ham gapirmayapti. Bilmadim endi bolalar maza qilsin deb ana qiluvdim, bilmadim. Ha, unaqa hisob-tariq qilma. Endi obunachilar deb turaylik, yutib olgandan keyin o'zim bilan uzr. Ana. Asl basharasi ochildi. O'yinni boshla. Yana tushib. Bolalik qildimda o'zimcha anunda uchaman deb. Hali ham imkoniyat bor, jigar, hali 13 minut vaqt bor. Elit ham yetib oldi bir klubga. Bu degani hech bo'lmaganda ikkinchi o'ringa o'tib olish imkoniyati bo'ladi-da. Men hozir mana shu yerda bitta joy ko'rdimda, imkoniyat ko'rdimda, ultra foydalansam bo'ladimi? Qanaqa joy? Ana men ham ko'ray. Mana shu joylarda Luboy anaqasini bir poylab turib, taymingini poylab turib, shunday yotib olib birinchi o'rinni hech kimga bermasam bo'ladimi? Bo'ladi. Xohlaganicha. Lekin finalga yaqin kelib qoldingiz, shuni ham hisobga oling. Yo'lini topdim. Chiqachi yo'l qolmadi. O, yo'lini topdim. Jonimga qarang. Voy. Men bu jon, men pastga tushib qolman. Vo, elit orqada paydo bo'lib qoldi. Ay billa! Elit jigar. Checkpoint bermadi. Fayozovdan yetib olaydi-da, mana javob yetib qoldingiz. Anaqa kim? Davay Fayozov, oz qoldi. Bular mana shu joydan o'tolmayapti 1 soatdan beri. Davay Fayozov. Elit bilan Javohir pashti bitta joyda o'tolmayapti 1 soatdan beri. Hali ham o'tolmadi elit. Da, bir kundan keyin Fayozov yetib oladi. Da, o'sha yetib qoldi Fayozov. Hayotda Jigar. Nimaga? Mana bitta tependa. Bular 1 soatdan beri mana shu yerdan o'tolmayapti ikkovi. Fayozov Abdushi jigar. Jigar, Abdushi men sizga ishonaman. Tepada vas Abdulaziz 2 kunga aylanish. Ya, jim turing. Ya, mana Mamutga keldi-ku o'zi. Mana Mamutdan o'tolmayapti mana elit. Yana tushib ketadi hozir. Jigarlar Abdushi sizlar uchun mana emotsiyalarga beraman. Mana ultra qarang. 2da men ketyapman hozir 2da. Delaga beramanmi? Legendaman. Mana. Elektriklarni sila Abdushi. Bolalarga fora bo'ladi ozgina 5-6 sekund. Qarang, naблюдатель, iltimos, sizdan bir oddiy kamera sizni qattiq sakrashni aytib turing. Dotli. Sakrang. Bo'l, to'xting. Yordam bermang jigar. Fayozov yetib olishi mumkin. Romlik bo'lyapti. Imkoniyatdan foydalana olmasanglar o'sha Avogadro yetib kelib qoldi, aytib qo'yay. Nima qilib bolalar finishga kirib qo'yaymi yo sizlar kutaymi? Elit jigarim sila. Haqli, o'rgatyapti. Endi baxtli haqli. Qutlaring mana. To'xtatib bo'lmayapti o'sha mana. Kamerachi Nega sila. o'shamayapti bu? Tomasiz chichib yuborgan bola shuncha yordam. Yaxshi. Fayozov siqilib qoladi işte. Yu buni past qani? Fayozov tilda. Nafas olmayapti. Buni past qani? Checkpointga tushing, o'lmaysiz. Sizdayu. Javohir kelyapti o'zi, o'g'il. Javohir qani? Nasıl oldu? Javohir hali tepasiga chiqmabdi-ku. Finishda turib turaman, og'a. Javohir kelishiga oyog'imdan uchun tiqib qo'yaman finishga. Bolalar, sizlarni azobdan qutqaraymi? Nima deysizlar? Sizlarni azobdan qutqaraymi? Fayozov qutqaraymi? Fayozov qutqaraymi siz azoblardan? To'xtatib, kirmay turing, qolganlarni ko'rib keling. Bo'ldi. Fayozov yuraydi, ezvordingiz. Fayozov bu joyda hamma o'tishga qiynalgan joyda qolib ketdi Fayozov. Hech kim mana shu yerdan Bor. hamma mana shu yerda qiynaldi bor. Javob bor, jigar raqobatdoshimiz bor. Bo'ldi, Avogadro bosing. Bo'ldi, azoblardan qutqarayapsizlar-da, Abdushi jigarlar. 2da menman. O'lsin. Victory. Qanday 2 menman? Ikkinchi raundimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Qiziqarli bahsdan keyin ochkolarning ko'rinishi xuddi mana shunaqa. Lekin 3-chi, ya'ni final qismi juda ham kutilmagan bahslarga boy bo'ladi va hattoki oxirgi o'rindagi odam ham chempion bo'lib ketishligi mumkin. Final raundda ko'rishguncha hammaga xayr.